Yoshligimda ayam bilan ustuvor qilgani borsam, sotuvchilarning fishkasi bo'lardi. Turkiya deb berdi, bilasizmi? Luboy ayollar dushaydigan gap Turkiya. Ayollarga farqi yo'q emas. Turkiyani eshitgandan keyin vulkanizatsiyadan ham bera oladi kiyim demak. Uka mana mana shu Turkiya. Va bu Turkiya emas. Siz nimaga Turkiya emas? Chunki Turkiyada Eyza binolarni rasmini tushirib tagiga Let's go Sesha deb yozib qo'yish, u eng qizig'i Seshani lotinchada yozib qo'ygansizlar. Bu Turkiya emas. Bitta kiyib ko'ring, kiyib chiqasiz u. Sizga katta haligi. Voy, opa, tushganini ko'ring. Kiyov bola bo'lib qoldi, o'g'lingiz qarang ya. Pulni opa to'lashini biladi. Ko'ring ya, qanday tushadi. U 1-2 razmer katta bo'lsa ham mayli. Umrimni oxirigacha u darajada katta bo'lib ketishimni ishonmayman-da, men tushunasizlar? Rangi ham yomon. Mana shu bola uchun ishlab chiqarilgan. Ha, men uchun zavodda bittasi o'tirib olib, Feruz uchun bitta vodolaska qilamiz, sariq bo'ladi. Oqda yozib qo'yamiz. Bilmayman, daltonikmi, did nima bo'lgan bilmayman men. Ko'chadan topib olgan didini, tushunasizlar? Patinkalar razmerini aytmasa ham bo'ladi. 38 ba'zida katta, ba'zida kichkina kelib qoladi. Bilmayman, ular razmerni ob-havoga qarab ham 38-40 ta tuyuladi deb.